Assalomu alaykum. Bizning kanalimizda aziz mehmonlar xudo xolasa, akalar bugun Namangan shahar Yoshlik Chorva bozoridan sizlarga bugun ajoyib bir lavha tayyorlaymiz akalar. Mehnatimizga ozgina qadrlab bittadan like bosib qo'ysalar akalar xudo xolasa bugungi narxni oladi yoritib berishga harakat qilamiz. Bugun bozorga xudo xolasa yaxshi narsalar chiqibdi, arashan sovg'alardan. Aka bular bo'g'ozmi, qisirmi? Hammasi bo'g'oz a? Hojaga sizdan a bular? Ha. Bagajimiz. Ha. Siz ham ochib olasiz, xudo xolasa. Nakdan bosamiz. Ha, laykni bosib, bular bo'g'ozmi? Bo'g'oz, ana tagiga ko'rmisiz? Mana. Xudo xolasa bo'g'oz ekan akalar. Yaqin bo'g'oz. Yaqin bo'g'oz. Bular yosh qanaqa aka bularda? Yoshi ko'rsatib beraman. 4 yash, 6 yash, 4 yash, 4 yash, 2 yash, 4 yash. Ularga yondagi ham 2 yash, aqidagi 6 yash. Hammasi yosh. Bo'ldi aka, bular narx-navosi aka? Narx-navosi bir tortargami? Bir tortargami endi o'zingiz xudo xolasa qo'yib beraverasiz aka. Kishi yosh, sifat chiroyli, bolasini oladigan qo'y. Haligi jadiri qo'y. Quloqoshlari ham chiroyli kelgan ekan, oq yuzlardan. Akalar mana Qirg'iziston qo'ylaridan 7,5 dan yursin bir tortarga. 7,5 dan bir tortarga. Mana uni baho qildi, buni baho qildi. Mana uni 8 million 500 ming qildi o'zini. 8 million 500 ming so'm. Bunisini 7 million 200 ming qildi. Kelasi baho bo'ldi. Narigilarni ham savdo qildi. Mana uni 8,5 million qildi shirigi. 8,5 sir chiqib o'rdi baq qo'yib qo'ydim. Akamiz xudo xolasa aldamaydilar. Telefon qilaversa nomerlar aytib qo'ying aka. 90 554 554 63 62 63 62 aka. Alloh bozoringiz bersin. Ali tutli aka. Xo'p akalar, xudo xolasa ana bu hafta kashtan sovuqlarimiz ham chiqibdi. Kashtan sovuqlarni ham beramiz xudo xolasa. Qo'ylar kimdan aka? Bo'g'ozmi bular? Qirg'izistonniki ekan-a? Bular yoshlari qanaqa? Shak 4-6. Shak 4-6. 8tasi ham bor. 8tasi ham bor ekan akalar, lekin haqiqiy elita yaxshi sovuqlardan ekan. Bir aka yuguz berasizmi yo'q bu yoqqa? Bitta yirik narsalar ekan akalar, lekin. Bularda aka narx qanaqa? Narxi 7,5 dan. 7,5 dan bir tortarga. Bir tortarga. Aka. 6,5 dan bu joyda dastlabki beramiz. Bir joyga 6,5 milliondan dastlabki qilib berilgan akalar. Mana xudo xolasa o'ta go'zal sovuqlar ekan. Haqiqatan shu yer yirik 90 plyuslari ham bor ekan akalar ichida. 90 plyuslari ham bor ekan. Yosh kattasi 6ta 3-qo'rim. 3-qo'rim. Kanalning nomi nima kanallar? Baraka savdo. Baraka savdo. Baraka savdo. Xudo xolasa akalar 95 ga yaqin ekan sovuqlarimiz. Xudo xolasa aka telefon nomerini qo'yamizmi? 95lik. 95lik 480 1000 a? Bo'ldi aka, xudo xolasa. Mana akalarimiz xaridor bo'lib turishgan ekan. Nech puldan savdo qilyapsiz? 6 million bir dona qo'y. Bir dona. Xudo xolasa kelishasizlar. Savdo zo'r ekanda, xudo xolasa. Qaysi birini tanladingiz aka siz? Qaniydi? Mana. Ash kattasini tanlashdi akalar, xudo xolasa. Sizlar ham aloqaga chiqib qolasizlar, xudo xolasa yetkazib bersa ekan. Bir tortarga. Aka, Alloh bozoringiz bersin. Aka, bu ona bo'lami? Yo'q, sotasiga ketaveramiz. Qo'yar alohida. Buni alohida qo'yaveramiz a? 200 ming qilib ber. Buni 6 tish. Kechki bo'g'oz. Kechki bo'g'oz ekan. Oma akalar 90 plyus ekan. 90 plyus. Yirik narsa ekan akalar. Balandligi baland. Sifatlari yaxshi. Dumbalari ham kelishgan ekan aka. Xudo xolasa sovg'alar zo'rlardan chiqibdi aka. 6 tishoga tishi. 6 tish. Yana bir bor eslatamiz, Namangan shahar Yoshlik bozorida, akalar, Chorva bozorida. Xudo xolasa bu yog'ida mol bozori, bu yog'ida qo'y bozori. Akalar, xudo xolasa sog'liqlarga haqiqiy yiriga elitasi chiqibdi. Oyoq kastaylariga ham e'tibor berasizlar akalar. Bu narx qanaqa aka? Bo'ladiganini aytaymi? Bo'ladiganini ayting. So'ramaydigan qilib aytaman. So'ramaydigan qilib aytasiz. 9 millionga bo'lsa beraveradi. 9 millionga dastlabki ham qilib berasiz. Bo'ldi. Telefon qilishadi, xudo xolasa nomerni ayting aka. 91lik. 91lik 364 364 95 95. 95. Bu qo'chqarni ma'lumotini ham berasizmi? Qo'chqor. Ya sotilganmi? Sotamiz buni ham. Sotilgan aka, qo'chqarlar, qo'chqar zo'r ekan, qo'zi. Kelishgan narsa ekan aka. Mana yo'llari ham. Bu qo'chqarning yosh oyligi qanaqa aka? Qo'zi aka. Qo'zi. Necha oylikka berasiz? Bir aka, bir 8 oy bor aka. 8 oylik. 8 oylik. Bo'yi ham 80 ga yaqin ekan ama. 80 plyus chiqsa ham kerak.
Buni narxi qanaqa aka? 6 milyon üstü olmaz geliştirip verin. 6 millionga osmos kelishtirib berish ekan akalar. Xudo xolasa telefon nomer qo'yildi, mana shu nomerga telefon qilaverasizlar. Aka Alloh bozoringiz bersin. Bu yerda ham sovg'alarimiz bor ekan. Xudo xolasa güzel bo'laveradi. Aka bu ona bola? Ona bolami bu? Onasining yoshi qanaqa? 6 ta. Bolasi qo'chqarmi, sog'liqmi? Sog'liq, chiroyli narsa ekan. Buni puli qanaqa aka? Puli 6,5 million. Savdo bo'ldimi? Necha pulga chiqdi? 5 millionga. Yaxshi narsa ekan lekin. Telefon nomer qo'yamizmi? Telefon nomer? Yo, telefon nomeri yo'q. Ha, sodlik o'taygan akalar. Arashallar yapmayman, okey? Arashallar yaxshidan chiqdi akalar. Zo'rlasa elita, to'qili zo'rlardan ekan. Oq yuz, quloqlari ham kelishgan narsalar. Razrezlari ham cho'tga ekan mana akalar. Razrez dakansa. Razrez dakansa. Ikki tishdan. Ikki tishdanmi qo'ylar? Savdo ham bo'lyapti ekan. Keçik başka puldan baraka topki. Pullar topay. Hojba qaysi biri savdo bo'lyapti? Hammasi savdo bo'lyaptimi? Necha puldanga? 6 danga. Hojba video yozsam bo'laveradimi? Videoga to'rsam bo'laveradimi savdoni? Aka, mana shular to'qola suttasiga 6 million so'mdan pul berishyapti hojbalarimiz. Bitta kashtani bor ekan, dona arashani bor ekan. 4 tasiga xudo xolasa mana 24 million so'm pul berishyapti ekan. Barakası bormi? Ya bering aka, 24 million bo'lyapti ekan. Muhammadjon to'g'ri kelsa ber. To'g'ridan jazasi komba. Pul topaydi xudo xolasa. Hisob belgida kim besin? Ertaga oldinga kelib qo'y olsin. Bering aka. Asli o'zimga qo'ysandasin. Shuncha odam lafz qildi olaydi debdim. Baraka aka bering, 24 ga bo'lmaydi. Aka telefon nomer qo'yamizmi? Telefon nomer 94lik 94lik 871 871 51 55. 5155. Telefon qilaveradi. Bundan zo'rlarni ham qilib berasiz. Zo'rlarni qilib beramiz. Bo'ldi, xudo xolasa akalar, xudo xolasa zo'rlardan qilib berishadi. Bu yo'llardan ham kuzatib boramiz. Akalar bir dona arasham qo'chqorni zo'ri kelibdi bozorga, xudo xolasa. Razrezlari ham cho'tki ekan. Dagansa razrez ekan. Aka buni yoshi qanaqa? İşte endi 4 ishga o'tdi. Ikkishdan 4 ishga o'tdi. Bo'ylari metr plus ishkilik a? Metr plusga o'xshaydi. Qaysikana? Baraka savdo. Baraka savdo. Xolos akalar oyoqlari ham o'ta yo'g'on qo'ygan qo'chqorimiz. Ko'zlari ham yaxshi. Toza oq yuz qo'chqor. Bu narx qanaqa tog'a? 12 milyon debdi. 12 million so'm. So'mga akalar 12 million so'm, lekin yaxshi baho aytildi. Telefon nomer qo'yamizmi aka bunga? Telefon nomer 90lik 90lik 754 754 74 28. 74 28 aka. Alloh bozoringiz bersin. Yo'qda arashan qo'chqorlari ham yaxshilardan keldi akalar. Qirg'izistonniki. Aka buni hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor ekan akalar. Mana quloq oshlari ham zo'rlardan ketdi. Savdo bo'lyapti-ku bu yog'i. 10 tasini ko'rib turishdi ekan akalar mana. Xolos akalar ham birinchi qo'l bular ham. O'zlari olib kelish, o'zlari sotishadi akalar mana qozoq yuzlari. Bundan serob aka yana? Bor. Bundan serob. Telefon nomerni aytib qo'yasizmi? 99lik 901 46. Narxlari qanaqa? Beradiganimiz Ha, beradiganingiz. 4 milyon 8 milyon bo'lishi. 4 million 800 ming so'mdan kelib bo'ldi o'sha. Xudo xolasa menimcha arzon aytdilar aka. Yaxshi narsalar ekan. Aka Alloh bozoringiz bersa. Bu yog'i ham sizniki-a? Bu yog'ni nech puldan qilib berasiz? 4,5 dan bularni bir joyga qilib berar ekanlar. Lekin yaxshi narx aytdilar aka bularga. Aka bulardan Xudo xolasa kashta variantlar. O'shini esama o'zgarmishlar. Mana Azbek polvonni oldiga aytib keldi akalar. Azbek polvon ham mana Qirg'izistondan. Ha, maza yaxshimi? Mana Yaxshilardan keldilar. Azbek bularni nechta soni? 15 ta. 15 ta. Narxlari qanaqa? Narxlari bir joyga olishsa 5,5 milliondan beramiz. 5,5 milliondan akalar. Bo'g'ozmi, qisirmi bu?
Bo'g'oz, hamma. Bo'g'oz. Xolos akalar mana. Bir joyga 5,5 milliondan. Azizbek nomerni aytib qolsinmi? 94lik. 94lik. 089. 089. Ya. 99'lar. 99lik boshqatda. 092. 092 30 38. 30 38. Bundan zo'rlari ham bor, qilib beraverasiz, telefon qo'shasan. Liboy payt akalar. Emas, uyda ham bor. 40 ta bor uyda. Liboy payt Azizbek polvonga telefon qilsalarim, bundan yaxshilarni ham beradi. Qo'y uzilmaydi. Xolos Azizbek polvondan ham qo'chqorlar, so'lovlar ham uzilmaydi. Telefon qilaverasizlar akalar. Asrolaga buni ham bir ko'rsatib. Mana Toshkentlik akalarimiz mana bormi? Ko'kni zo'rg'a qiziqadiganlar. Buni yoshi qanaqa Azizbek? Mana yosh. Yosh 2 kishi akalar. Birinchi tug'ish. Birinchi tug'ish. Endi yaqinlashdik ikkiga. O, beli ham o'ta yo'g'on ekan. Qo'yamiz. Aka mana shu bitta o'tirtasan. Razrezlari ham cho'tki ekan. Buni narxi qanaqa Azizbek? 6,5 ga beraman. Qayerga sizga qilib berasiz? Toshkentga dur. Toshkentga doğru dastlabkasi bilan oldi. Ularga ham ketaveradi, kelishilgan holat. Boshqa hududlarga ham kelishilgan holda qilib berish ekan. Ha. Xolos aloqaga chiqasiz. Shu nomerga chiqishadi? Ha, shu 092 30 092 38 ga telefon qilaverasizlar akalar. Bu yoqda ham qo'chqorlarimiz bor ekan. Qo'chqorlar yaxshi. Qo'chqorlar kimdan ekan, tog'a? Tog'a qo'chqorlar sizdanmi bular? Sizdanmi qo'chqorlar? Videoga olsam maylimi? Bular pichma bular. 5 tasi pichma ekan. Shu yoqdan 5 tasi pichma ekan akalar. 5 ta qo'chqor. 5 ta qo'chqor bu yoqda. Qo'chqorlar narxi qanaqa, tog'a? 6 milliondan. 6 milliondan. Pichmalar 5 yil. Bular tish buzganmi? 2 ta. Ikkita, hammasi ikkitadanmi? Hammasi 2 ta. Pichmalar ham ikkitadan ekan mana. 5 yildan. Yoqsiz qo'y so'yman deganlarga mana xudo xolasa. Go'shtlari ham zo'r chiqadi pichmalari. Bularda narxi 5 milliondan dedingiz-a, 6 milliondan. 6 milliondan kami bor. O'tib beriladi. Bir joyga bo'lsa akalar 6 milliondan o'tib berilar ekan. Telefon nomerni aytib berasizmi? Yo'q, telefon. Telefon nomer, ha. Bozoringiz bersa. Xudo xolasa akalar. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz akalar. Xudo xolasa like, kommentariyani bosib, chiroyli qilib izohlar yozib tursalaring. Xudo xolasa har bozor video qilib sizlarga ulashib turamiz. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammani bir chorvasiga Alloh baraka bersin.